kuniga 3 mahal tishingizni tozalasangizda noxush hid kelishda davom etyaptimi va buni ichkaridan kelayotganini his qilyapsizmi? Bu oshqozonchak sistemasini funksiyalar buzilishi hisobidan bo'ladi. Aynan gastritni turli ko'rinishlarda, atrofik gastrit, subatrofik gastrit, har xil turdagi yara oldi kasalliklarida mana shu kabi og'iz hidlanishi yuzaga keladi. Bu yerda tekshirilganda stomatolog tomonidan tishlar sog'lom deb topiladi. Lekin muammo gastroenterologlar tomonidan topilganda esa yuqoridagi sanab o'tganimdek gastritning turli xildagi ko'rinishlari bo'ladi. Endi hid qayerdan kelib chiqadi deb savol berishingiz mumkin. Hid bu siz ovqat yegandan keyin ovqatni o'zini vaqtidan ko'p vaqt davomida oshqozonda turib qolish hisobiga achib, bijg'ib, o'zidan gaz ajratgani hisobiga yuzaga keladi. Bu holatda sizda gastritni keltirib chiqargan sababga ko'ra davolash ishlari buyuriladi. Ushbu videoni shu muammosi bor bo'lgan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying va sahifamga obuna bo'ling.